Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan uy sharoitida va juda ham arzonga tushadigan bubble tea ichimligini tayyorlaymiz. Bu ichimlik uchun birinchi bo'lib tapioka sharikchalarini tayyorlab olamiz. Kraxmalga kakaoni aralashtirib olamiz va alohida qozonchamizga shakar va suvni quyamiz. Kakao va kraxmal aralashmasini ham qo'shib, shunaqa videoda ko'rsatilgandek xamir tayyorlab olamiz. Xamirlarimizni dumaloq shakllar berib, yana yarim qoshiq kraxmal bilan aralashtiramiz. Bir-biriga suvda qaynaganda yopishib ketmasligi uchun 5 daqiqa aralashtirib turamiz va qopqog'ini berkitib yarim soatga o'rta olovda pishirib olamiz. Pishib chiqqan tapiokalarni sovuq suvga solib bir marta yuvoramiz va quruq tovaga shakarni solamiz va ustidan tapiokalarni solib, shakar erib quyilguncha o'rta olovda aralashtirib turamiz. Bu orada qora choy damlab qo'yamiz. Biroz quyilib tayyor bo'lgan karamelli suvni ham stakanimizga quyib, tapiokalarni ham sovulamiz va damlab qo'ygan qora choyimizni ham quyamiz. Ustidan esa xohishga ko'ra muz so'siz ham bo'ladi. Menda 3 xil ko'rinishdagi bubble tea tayyorlaganim uchun hammasiga bir xil qilib qora choylarni quyib olgandan so'ng xolodilnikda turgan muzli sutni ham quyib olamiz. Men 3 xil ta'mli bubble tea ichimligini tayyorlaganim uchun bittasini klassik, bittasini klubnichniy nachinka bilan, bittasini esa fistashkali pasta bilan tayyorladim. Bunaqa uy sharoitida mazali chiqishini o'zim ham kutmagandim. 50 ming 80 mingdan boshqa ko'chadan sotib olmasdan o'zim uyda tayyorlab berganim ham foydali, ham ishonchli, ham mazali chiqadi. Bolajonlarga juda ham yoqadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha.